mana boltni bo'shatasiz, to'kiladi. 700 gram quying. Oshiqcha quymang. Oshiqcha quysangiz, mana porshini ustiga o'tkazib yuboradi, moy, urib tashlaydi. Mana bunga vozdixga обязательно moy quyib qo'ying. Haydashingizdan oldin faqat. Yer haydaysiz-ku? Yer haydayotgan vaqtingiz vozdixga moy quying. Zillik o'xshagan ekan. Ha, bu maslini vozdixda qancha moy bo'lsa ichida o'shancha filtr changni ushlab qoladi, motor o'lmaydi. Sizlarga ham eslatma, vozdixda ichiga moy quyib ishlatinglar, moysiz ishlatmanglar. Changni ushlaydi moy. Changni ushlaydi-da. Kingmax 7 tali, benzinli, bitta ochar, bitta puluk, temir diska, kartochka kovlaydigan. Nech pulga baraka bo'ldi aka? 3 million 200 ga. Qayerdan keldingiz? Sayxunoboddan. Sayxunoboddan kelib, mana bunday 7 tali benzinli motokultivator xarid qildi. Zo'rmikan aka? Ishlatib ko'ramiz-da endi, xudo xolasa. 200 edimi? 3 million 200 ga 5 ta agregati bilan baraka bo'ldi. Sizlarga ham shunday texnika kerak bo'lsa, Roxen adashmanglar tanlovda. Pul-pulingiz bor aka, mana dangal o'ynaylik. Mana shuncha pulim bor, shunga yarasha motoblok qilib berdim, men sizga sifatli yaxshisidan qilib beray. 7 millionlarga olaman, 6-7 millionlarga. Xo'p, 7 millionga olsangiz, Vemani salarisini qilib beraman. Vemani. Hozir yo'q, keladi hozir 2 soatda. Bo'ldi, men olaman naqd mana pulim. Olib keltirdim, men 2 soatda. Nimasi bor uni? 4 qatordan 8 qator frezasi bo'ladi. Yo, stateri bormi yo'qmi? Yo, 5 stator bo'ladi aka ular. Mana buniki, mana o'sha staterlar benzinlar. Benzini ham 5 stator. Vemani 7 taliga 5 stator. Statorli olaman desangiz 7 tali men sizga boshqacha qilib beraman. Keyin ko'rsataman. Benzinli. Vemadan bitta aka Vemani olib oldingiz, lekin to'g'ri, Veman zo'r. Ana aka, mana statorlini ko'rsataman. Bitta ko'ring keyin. Benzinligi bor ekan. 170S. Sen umuman olmayman. Dajmani salafanlari bilan berib yuboraman. Ha, ichidan nima chiqsa aka, hammasini berib yuboraman. Nimaga men aka siz ochib yurgansiz? Yo, mana upakovka ochilgan, o'sha kuni ham ko'rsatdim sizga. O'sha ochilgan holatida shunday turibdi hali. Terganimiz ham yo'q, teginganimiz ham yo'q. Ichida shunday turibdi, komplet hamma narsa. Mana kitoblari o'zini ichida chiqadigani. Mana o'sha ichida kulishlari bo'ladi. Ichidan yo, bestator aka bu. Bestator bu. Bestator bo'ladi aka. Vema sifatli gapirdim. Mana moy chiqargan aka ichidan mana. Mana original moyni beraman. Mana o'zini moy chiqadi, original Vemada. Oching o'shani oling, nima kuluchi bo'ladi ichida. Ochamiz hozir ko'rasiz nima chiqadi. Nima chiqsa beraman deyapsiz? Ichidan nima chiqsa beraman. Vema 170 tali 7 ot kuchi, benzinli motokultivator. O'zini mana bunaqangi original kulchi bo'ladi. Arzonchi kulchi emas bu. Mana. Mana original kulchilar o'zini mana. Yozuvli original kulchi bilan beraman. Bitta donasi buni 40 ming, 45 minglik kulchi mana bu. Mana 7 tali Vema so'radingiz, benzinli. Mana buni nimasi zo'r aka? Mana panijni, повышение скорости bor. Vomni adini uzib, qo'shib qo'yib ishlatadigan narsalari ham bor. Ana shuning uchun bo'la qimmat bo'ladi. Ham buni blogi 15 ot kuchini blogi bu, korobkasi. Erta mabodo 7 tali ham korobkangiz motor o'lib qolsa, 15 tali motor ham tiqib olaverasiz ichiga. Endi buni olganingizdan keyin moyiga qarab yursangiz aka bu bir 10 yil siz umuman buzilmaydigan narsa. Moy benziniga qarab yuring bo'ldi. Vemani bilganlar biladi. Mana siz ham Vema ishlatgansiz-ku, to'g'rimi oldin? Ustam aytayapti shunaqa. Ustangiz aytayapti aka, usta bekordan bekorga aytmaydi-da, yaxshi narsani aytayapti sizga, o'sha Vemani oling deb. Vema haqiqatan original mana shu bilan. Mana kitoblarigacha yozib qo'ygan, hammasi instruksiyasi. Ya mana varyonкасini ham chiqargan aka, mana varyonкасini ham beraman sizga. Mana. Bo'ldi. Qanday yaxshi tayyorlasiz? Mana agar yo'q desangiz o'zini beraman. Mana buni oling. Benzin olasizmi, salarka olasizmi? Mana buni ko'ring, benzinli 2600 qilib beraman. Yapon texnologiyasi asosida Xitoyda ishlab chiqarilgan. Garantiyasi 1 yil. 1 yil ichida motoblok yonib ketmaydi, kelasiz yangi motoblokka almashtirib beraman. Chama qanaqa o'zi? Nech pullar atrofida? Men bo'lib berishga olaman deb. Muddatli to'lovgami? Bo'ldi, qilib beramiz. Tanlaysiz bittasini. Qanchaga bo'ladi keyin? Yo'q, masalan, mana uni olaman desangiz, men aytaman ichkariga kirib, mana bu narsa 4 million ekan, shunga 4 millionga hisoblab ber deyman-da. Siz bittasini tanlovini qilib olishingiz kerak-da bu yerda. Bittasini tanlovini qiling, bo'ldi. Mana uni oldim, qulog'ini tishladim, meniki desangiz, ichkariga olib kiraman sizda, o'shani tars hisoblab beradi, nech pul bo'ladi sizga, grafikini chiqazib beradi.
3 oyga qancha, 6 oyga qancha, 12 oyga, 24 oyga, 5 umrboqiyga qancha bo'ladi. Hammasini chiqarib beraman. 3 million so'm bo'lyapti. Rentagilar, tarafga ham, motori ham, sifati cho'tki. Aka, benzinli olasizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimi, charchamaysiz? Benzinli olasizmi? Endi qaysi bir baquvvatroq? Baquvvatlikka, salarka baquvvat. Ishlatishni bilmasangiz, u baquvvatligi sizga ish bermaydi. Salarkan no tarafi farsuka tiqilib qolsa bo'ldi, yotadi, musurru. Benzinli sodda oddiygina ishlatishga ham qulay. O'lsa switch o'ladi, 10 ming so'mga switch olasiz, yana ishlataverasiz. Ot kuchi qancha? 7 ot kuchi. To'jaga qancha qilib berdingiz? Qarang, 3 million 200 qilib bering. Bitta temir diska berasiz, bitta ochar berasiz, bitta plug, kartochka kovlaydigan, 4 qatordan 5 qator freza qilib bering, 10 qator, 4 qatordan 8 qator frezasi bilan. 3 million 200 1 yil garantiyasi bilan qilib bering. Bering, o'sha temir diskalarni bering, nimalarni ko'rsin akalar. Temir diska, ochar, plug, kartochka kovlaydigan, 4 qatordan 8 qator frezasi bilan 3 million 200 qilib beraman. Bunday anaqa beda o'rgichlari qanaqa bo'ladi? Beda o'rgichi mana vomda joyiga qo'yiladi. Ha, ana turibdi, beda o'rgichi, ikkitali rotor turibdi, ko'rdingizmi? Ana shu narsa, ha, orqa tarafga qo'yiladi, mana 4 ta bolt yechasiz, rul shuni aylanib o'tadi oldiga. Zadniy skors bilan o'rib ketaverasiz. Xohlasangiz rotorni ham qilib beraman. Qancha? Rotorda o'zi 4 million turadi aka. Undan o'zi qimmat. Ha, undan qimmat narsa-da u. Sizga 3 millionga qilib beraman. Mana temir diska, qarang, yaxshilab eshiting. Baq ko'ring. Bitta ariq ochar ham hamda kichkinchasi emas, kattasini beraman mana. Ariq ochar, ligirovka bo'ladigan. Ha, yon turibdi yoqda. Ariq ochar, bitta plug. Ana uni ham bering. Yo, nariga. Rishotka turibdi-ku. Rishotka, ana shuni olib keling. Bu kartoshka oladi. Ha. Mana. Mana shundan bu. Bitta plug bering, 4 qatordan 8 qator frezasini. Ha, yerda Mana bu narsa. Plug, temir diska, ochar, kartochka kovlaydigani, hammasini komplekt sizga nabor 3 million 200 ga qilib beraman. Garantiya 1 yil. 1 yil ichida motori ketadimi, korobkasi ketadimi, motoblok shuni olib kelasiz. Shuni tashlaysizda, yangisini minib ketasiz. qarab minsa bo'ldi. Moyiga qarang, benziniga qarang bo'ldi. 1 yil garantiyasi bor. Qaramasdan yorib yubormaysiz, o'zingiz aybingiz bilan bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shu olib kelasiz, motoblok tashlaysiz, yangisini olib ketasiz. Yo'lim barakam aka. Bunaqa hech kim qilib bermaydi bani garantiyasini. Yo'q, menga hech narsasi kerak emas. Faqat mana shuni bilan motoblokni o'zini olaman desiz 2 million 600 qilib beraman. O'zini, mana shu turishini. Bular o'yindan chiqib ketdi uje. Agar yo'q, komplekt hamma narsasi bilan birga olaman, nabor desangiz 3 million 200 ga qilib beraman. Hisoblang, temir diska 500 ming, ana 250 ming, 250 ming, 150 ming. 1 millionlik narsa, 1 milliondan oshiq narsa men sizga bonus qilib yubordim hozir. 100 ming, 150 ming har bir so'm kerak. O'sha beriladi. Buna uchi. U 3 million 300 ming so'm uni o'zi. Beramiz. Hamma variantlarga beramiz. Muddatli to'lovga olasizlarmi? Muddatli to'lovga ham qilib beraman. 1 yil, 1 oy ligotasi bilan. 1 oy kechiktirib to'laysiz. Yo'q, hisoblab beraman. 3 million 200 ga grafik chiqargan bitta olib kiring, grafikni chiqarib bersin. Va Xitoy. Bu ham Xitoy Yapon texnologiyasida asosida ishlab chiqarilgan Xitoyda. Raz zo'rini olaman desiz, benzinli mana italyanskiy ham bor, keng. 3 million 100 ga beraman. Mana italyanskiy benzinli. Shuni bosib yuboring bo'lmasa. Yo'q, menga Xitoydiki bo'ladi. Mana shunaqangi nabori bilan qilib ber desangiz, mana 3 million 200 ga nabori bilan beraman. Komplekt mana shu narsalari bilan. Buni kredit asosida qancha bo'ladi? Bo'ldi, men ham hisoblab beramiz. 3 million 300 ga ham bitta grafik chiqar,
Kiring. 3300 ga hozir bitta grafikini chiqazib berasiz sizga. O'zbekiston bo'ylab muddatli to'lov bor, qilib beramiz. Masofadan turib kelib o'tirishingiz shart emas. Faqat sizlardan bitta narsa, o'zingizlarda telefoningizlarda Uzum, Alif, PM, TBC programmalaring bo'lsa, yuzlaringni bitta Face ID qilsalaring, biz qolganini o'rgatib sizlarga nima qilishni. O'zlaringga kredit рассрочка ursanglaring ham bo'ladi. U обязательно do'konga kelib o'tirishlaring shart emas. Agar shunaqa ma'lumot kimga qiziq bo'lsa, 28 0101 33 kodi bilan 28 0101 ga telefon qilasiz. Onlayn shartnoma qilishni ham tushuntirib o'ramiz.